Xiyonat qiladigan erkaklarning miyasida nima borligini men sizga 1,5 daqiqada hozir tushuntirib beraman. Mana shu jamiyatimizdagi erkaklar. Xiyonat qilish yoki boshqa ayolga qiziqish xohlagan erkaklarga xos. Ya'ni xohlagan erkakda qanaqadir bir qiziqish bo'ladi, agar uyida haloli ayoli bo'lsa ham. Ammo qaysidir erkak bu yo'ldan ketadi, qaysidir erkak o'zini tiya oladi. Kim o'zini tiya oladi? Uyidagi ayoli biladiki bu narsani ko'tara olmaydi. U aytadiki, men bilan bunaqasi ketmaydi, orqamdan pichoq urganni men kechirmayman deydi va u kuchli pozitsiyada. Ya'ni agarda kechirmagan taqdirda ham men yo'limni topib keta olaman deydigan o'ziga ishongan ayol. Agarda erkak taroziga qo'yib ko'radi, uyidagi ayoli baribir kechiradigan bo'lsa, baribir unga qaram bo'lsa har taraflama, uni qafasida, changalida bo'ladigan bo'lsa, bu erkak tarozisida mana bu 5 daqiqalik huzuri yutib chiqadi. Miyasida, ya'ni baribir nari borsa kechirim so'rayman, 1-2 so'm beraman, shu bilan olam guliston deb xiyonat qilib yuraveradi. Mana bu erkaklarning psixologiyasi bizni jamiyatimizdagi. Agarda erkak kishini yaxshiroq tushunishni istasangiz, Telegram kanalda bepul webinar qilyapman. Erkak nima xohlaydi degan. Erkak tarafdan erkakning kimligini tushunib olasiz. Shapka profildagi havola orqali joyingizni egallang.